Juda ham ko'pchilik hozir ro'za tutyapti. Ro'za tutayotganida bilasizlar, charchoq, holsizlik 100% bo'ladi. Juda ham ko'pchilikda. Ko'p homiladorlarda ham shunaqa holat bo'ladi. Homiladorlikda baribir farzandingizga o'sha gemoglobin o'tish kerak, kislorod borish kerak, o'sha hisobiga ham holsizlik, charchoq bo'ladi. 7 yoshdan 70 yoshgacha, 80 yoshgacha bo'lgan insonlarimizda bu holsizlik bo'lyapti ayni damda. Endi energiya baxshida qiladigan, qoningizni zo'r ko'paytirib beradigan tabiiy usulda tayyorlangan olcha siruplarimizni sizlarga taqdim qilaman. Har doimgidek aytib o'tib ketaman. Bolajonlar ham, homiladorlar ham, yosh kattalar ham, yoshlar ham bemalol ichsa bo'ladigan olcha sirupimiz tabiiy mahsulot. Haqiqatda zo'r gemoglobin ko'tarib beradi. Men sizlarga kechqurungi xudo xohlasa bitta video reels joylayman. Bugunning o'zida kelgan bu odzivimizni va o'zingizlar xulosa chiqarib repostlar qilib tashlanglar, iltimos qilaman, chunki qoni kamida aziyat chekayotganlar juda. Bu videomizni balki o'sha qoni kamligi manfaatli bo'lsa, albatta duo qilib qo'yishadi. Inshaalloh xudo xohlasa dorini ham o'rnini zo'r bosib berayotgan aynan olcha siroplari hisoblanadi. Shuning uchun men qo'rqmasdan bu mahsulotlarni sizlarga taqdim qilib yotaman. Bilasizlar, Adijon ikkita texnologiya institutini bitirganlar. Bunaqa olcha siropini, olcha sirkasini hech kim hech qachon qilmagan. Bizda birinchi qilinyapti va bizda sotuvga qo'yilgan. Yarim metrda 80 ming, 20-25 kunga yetadi va bugungi kunda eng zo'r natijani beryapti. Ulgurib olishinglarni tavsiya qilaman. Haqiqatda energetik bo'lib, o'zingizlar ham o'zingizlarda his qilasizlar bu mahsulotni ichgandan keyin.